Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabdaki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabındaki tövendik babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Kur'an-ı Kerim'den delil eklip durup estaizu billah eğer müminlerden iki taife, iki grup kişiler birbiriyle uğraşıp kalsa onlarınki arasını özara tüzep koyanlar, ıslah koyanlar deydi. Bu yerda hamda ularni Alloh subhanahu va taolo yana mu'min deb atadi. Ikki tarafniki birsi cho'qim xatolashgan, gunohkor bu yerda shundoq bo'lsa-mu, ya'ni bularni mu'min deb atishi, ya'ni bu kabir gunoh, ya'ni mu'minlik salohiyatidan sifatdan chiqarib o'tilmaydi-da. Lekin xavorijlar kabir gunoh qilgan odamni kafir deb qaraydi. Bu ahli sunniy va jamoaning aqidasi kabir gunoh qilgan odam yana mu'minlik doirasida bo'ladi. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh 31. hadisi şundak dedi. Bizge Abdurrahman ibn Mübarek hadis sözlep bergen idi deb. Bu kişinin ismi Abdurrahman ibn Mübarek ibn Abdullah el-Ayşi. Özü Irak'nınki Besra'da yaşayan. Bu kişi İmam Bukhari, Ebu Zur'at el-Razi, Qatarlık, Ebu Davud Qatarlık hadis alimleri hadis rivayet kılgan. Hatta bu kişinin Rasulullah demle sübetligen. Bu kişi 228. yılı yoki 29. yılı ölüp ketganligi xotirlangan. Bu kişi deydi bizge Hammad ibn Zeyd hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda Hammad ibn Zeyd ibn Darham yoki kunyasi Ebu İsmail Azraq nomi bilan mashhur. O'zi bu kishimi Basralik. Bu kishimi ayni vaqtdagi mashhur hamda hadis rivoyat qilgan olimlardan ko'pligan shu Basrda yashgan vaqtida tabiillarniki ko'plariga uchrashgan, shular o'qigan undaqda bu odam. Süfyan Sevri, Abdullah ibn Mübarek Qatarlık meşhurlar, Ali ibn Medine Qatarlık meşhur hadis alimleri bu kişininki şagirdi, o'quvchisi bo'ladi. Hamda ulamolarniki bu kishiga bergan bahsi o'zini aytib faqih, mazmut, ishonchli odam deb shunday sifatlagan. Bu kishi hamda 179 yili hijriya şu paytda ölüp ketganimda İmam Malik rahmetullahi aleyhi bilan 1 yilning ichida o'lib ketgan bo'ldimda. Bu o'z davridagi hamda 4 mashhur dunyodagi cho'ng shu islom olimlariniki birisi. Mesela Süfyan Sevri Kufida, İmam Malik Hicaz'da, İmam Evza'i Şam, Libnan tarafında, Hammad ibn Zeyd miş kişi Basra'da. Bunundak bir alim o zamanında yok deb sifatlangan bu kişi. Bu kişi deydi bizge hamda hadis so'zlab bergan idi Eyyub, Yunus, Hasan'din deydi. Hasan Ahnaf ibn Qays'din. Eyyub'u seqat yani bu kişi başta ötep bo'ldi. Yunus ibn Ubayd. Hasan bo'lsa Hasanul Basri rahmetullahi aleyh. Bu kişiniki tercümalim ötep bo'ldi hamda. Ahnaf ibn Qays bo'lsa o'zi sahabalar davrida sahabılık makamı erişemeyen, şu devirde yaşayan bu Musa Resulullah'ını göremeyen, özü Temim kabilesindeki Hocdari, Temim kabilesine ait meşhur kabile. Özüne ait mulayimlik, ken kusaklıkta bu adam ülüge süpetlik adam bulupmuş. Araplarda muş adamını ken kusaklıkta ülüge kılıdı. Bu kişi lekin Ömer ibn Hattab'daki zamanısı boğa vaxtıda Medine'ye gelip şu yerde turup Ömer'deki zamanısı şu Irak'taki, Paris ellerdeki siyasi faaliyetlerindeki hemisi katnaşkan. Khurasan, Afganistan, şu taraflık bağın. Hatta Ali Reziyallahu Anhu ile birge bir septi turup ki Ali Reziyallahu Anhu'nun zamanında uğraşlar katnaşkan. Bu kişi Musab ibn Umayr'nin, Musab ibn Zubayr'nin devrinde Kufa'da ölüp ketkenlik kayıt kılındı. Bu zaten de özüne ait kavim içinde naitlik bek mulayim ken kusak adam boğaçka şu Temim kabilesindeki bir aksakıl olup ki hatta Muaviye'ninki zamanısı kelgen vaqtda Muaviye bu kişi kayıp ki senmiş Ali Reziyallahu Anhu tarafından bir taraf bolsa degendek kayışdan kıyga vaqtda bu adam naat kupal iğir geplerini qıp ki Muaviye'ge şunda Muaviye jim turup anılgan ki Muaviye'ninki askerler nemiş sen jim tursa dep sen bir padişah halif turup nemiş jim tursa dese Muaviye'm şuna qılıp ekan. Eğer onun açığını keltirip koysak, onun açığa özümün adam isyan götürdü degen ekan. Demek bu xil o'rnini aytib kuchlik kishilarning birida ayni vaqtda. Bu adam shunaqda edimda
Ben muşu adamga yordam berish uchun mangan edim deydi. Ahnab ibn Qays. U kishi Ali ibn Abu Talib idi deyildi. Çünkü şu vaqtida Muaviye taraf bilan to'qinish bo'lgan bu arliqda. Shu arliqda men Abu Bakr ata degan kishi uchrab qoldi deydi. Bu kishimi shu sahobalardan biri. Nega mangding deb so'rab qoldi-da, dedim men shu odamga yordam beray deb mangdim desa qaytqin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan edim. İki musulmon qilichi bilan bir-biriga shu xirs qilib robro bo'lsa, o'lguchimi, o'ltagichimi davzaqda degan dedi. Dedim men, ya Rasululloh, bu o'ttagichi go davzaqda bo'lsa bo'lib o'ttagan ekan. O'lguchiniki hali nima uchun o'lguchi davzaqda bo'ldi desam, u mo o'zinki shu amroyini yoki qarindishini o'ldirishga erishman emasmi deb shunday javob bergan dedi. Bu yerda ham Abu Bakr degan sahobiy ham bu hadisni shunday tushunish orqali sahobalar orasidagi fitnadan Ahnab ibn Qaysni va o'zini to'smoqchi bo'layotdi. Lekin bu odamniki ijtihodi, bu sahobaniki. Biroq bu sahobalar orasidagi urush ayni vaqtida hammalar ishkili taraf, mayli to'g'ri bo'lsin, mayli xato bo'lsin, ishkililarniki ijtihodiy tufaylidan yuz bergan urush bu. Shuning uchun Alloh taolo bularniki hammasining xatolashgan taraflarini Alloh kechirdi. Bu orqali bir dunyoviy maqsadni yoki manfaatni ko'zlagan emas, yoki ma'lum bir oshqullik, gunoh, ma'siyatni xohlagan emas. Faqat o'zining ijtihodiy shu haqni izlash uchun shu siyosiy to'qnashuvga ilib kirgan bularni. Bular hamda bu siyosiy ijtihodda xatolashgan bo'lsa, bir ajr to'g'risini topgan bo'lsa, Ali roziyallohu anhu tarafdorlariga o'xshash ikki ajrga erishadi. İnşallah bular hammalar to'g'ri, inshaalloh. Ham bu sahobalar orasidagi ixtilofdan yiroq turgan yaxshi. Bu hadisga o'lguchi va o'ltiruvchi ikkilisi davzaqda degan hukmni hamda ulamolar ko'pincha ikkilisi ma'lum bir gunohlik ustida yoki ma'lum bir dunyolik maqsad manfaat asosida hamda urushib, arzimas ishlar asosida bir-biriga shu o'ltirish niyatida bo'lib urush qilgan bo'lsa, mushular tushirgan hadis deb qaragan. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.